Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch tumani Brolerda Siniq ko'prining yonida 600 kvadratli namunali joy pishgan karusdan qurilgan 100% fasadlarimiz bitib turibdi. Yurtimizda 30lar tushgan katta yo'l bo'yida uglovoy saldi qismi bilan tanishaveramiz. Yurtdoshlar aldi qismi bo'ladi. Siniq ko'prdan o'tib girgan yerda yana yo'l adım yaqin. Bu yon tarafimizda yana mashina yurish uchun darvoza naveslar qilingan. Fasadlarimiz ishlanib turibdi yana. Giraverishda şimdi plashatka burchakka qilingan zilon zona tashalgan fasadlarimiz yine chiroyli toza remontdan chiqqan 100% pishgan karusdan qurilgan yurtdoshlar. Bu yerda meni navisativ topchani qo'yib qo'yibdilar. 600 kvadrat. Bu yerda yana kotelnisi. Bu yoqimizda yana katta otish tushgan. Bu yoqda ko'cha hojatxona, kladovka tip qo'yibdilar. Uzunlar ekilingan. 100% tayyor, dokumentasyasidan вообще muammo yo'q. Gaz, suv, svetlardan ham muammo yo'q yurtdoshlar. Giraverish qismimiz bo'ladi yana. Bu yerda prixoja qo'yilgan. Rakovinalarimiz bor. Registrlarimiz tashalangan, zamonaviy kotel o'rnatilgan. Bu yon tarafimizda katta oshxonasi. Uголокlarni qo'yib, choy ichadigan mesda deb qo'yibdilar. Oynalarimiz plastik, reshotkalardan kuxonniy mebelimiz bor, fartuqlar o'ralgan. Bu yonimizda katta zal. Bu yonimizda yana bir xonasi bor. Har yon tarafda 30 chiqadigan xotimiz bor. Bu yana oshxonasi. Sanozerlari alohida bo'ladi. Bu yerimiz vannaxonasi. Bu yon tarafimizda hojatxonasi. Bu yonimizda spalnisi. Yangi ta'mirdan chiqqan yurtdoshlar. Ikki katta spalni, ikki katta zal tushgan. Barcha jihozlar bilan yurtdoshlar hamma narsa qoladi. Posudalarni oladilar. Bu yerimizda yana bir zal. Bu yerda televizor uchun mesda qoldirilgan yurtdoshlar. Pardalarimiz bor, gilamlar döşenib turibdi. Oyoq kiyimimiz 100% pol. Yurtdoshlar joyimizni ko'rdik. Narxini keladigan bo'lsak 95 ming dollar kelishib beriladi. Kimga qiziq bo'lsa ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz omadli.